İşbarxanның haqiqiy kimligi. Xitoy Uyg'urlarning moddiy va ma'naviy madaniyatini tubdan yo'qotish siyosatini kuchab ijro qilish bilan bir vaqtda Uyg'urlarning tarixini burmulab ko'rsatib, o'z tarixini bilmaydigan itoatman Uyg'urlarni yetishtirishga tirishmoqda. Buning bir misoli yaqindan beri Xitoy Qashqarda Uyg'urlarni o'yinga selib o'ynayotgan İşbarxan efsanesidir. Xitoy İşbarxandan foydalanib, hadab Uyg'urlar bilan Xitoyning tarixiy do'stligi va tuqqanchiligi haqidagi safsatini bozorga solmoqda. Aqlga sig'mas ko'rinishlar va yolg'on dramalar orqali Xitoy İşbarxanni Manju imperatori Chenlongga yotliq qilingan Uyg'ur malikasi va Uyg'urlar bilan Xitoylarning tuqqanligining simvoli qilib ko'rsatishga urinmoqda. Xalqimizning nazarida İşbarxan o'zining iffetini, izzat obro'yini, nomusini hayotidan ustun ko'rgan. Buning uchun o'limning ko'ziga tikilib qaraya olgan. Nomusi uchun hayotini qurbon qilishdan bosh tortmagan bir iffat simvolidir. İşbarxan xalqimizning ma'naviyatida dal mushundoq yuqori o'rin tutqashqa, uning haqida aytilgan har qanday bir baho va bayon bizning diqqatimizni qo'zg'amay qolmaydi. Amaliyotda Uyg'ur tarixida İşbarxan degan bir malika bo'lgan emas. İşbarxan degan ismmi xuddi uning tarixiga o'xshashla to'qib chiqarilgan. Xitoy İşbarxan deb da'vo qilayotgan Uyg'ur malikasining asli ismi Mamura Aziza xonim bo'lib, 1734-yili Ili vodisidagi Qosh daryosi bo'yida Uyg'urlarning yuqori tabiqasidagi Aqtog'liq xo'jalardan bo'lgan Ali xo'ja oilasida dunyoga kelgan. Mamura Aziza xonim Uyg'urlarning yuqori tabiqasidan kelib chiqqanligi va Ili vodisida tinch osoyish turmush kechirganligi, bu yerdagi ilm muhitidan yetarlik oziq olganligi sababdan 15 yoshga kirmayla ilmda ko'zga ko'ringan. Uningga bir navri akisi Xo'jajahon boshdan oxir ta'lim bergan va uni keyin qalamdimi, alamdimi yetishgan mahorat egasiga aylantirgan. Mamura Aziza xonim 16 yoshga kirgan yili Xo'jajahon bilan to'y qilgan. Xo'jajahon bilimlik, jang mahoratlarida pishqon qo'mondan, jiroqni ko'rar, tadbirlik siyosatchi edi. Qalmoqlarni qo'g'lab chiqargandan keyin Xo'jajahon bir tarafdan Qing sulolasi bilan ab o'tish o'yinini o'ynasa, yana bir tarafdan agar Qing sulolasi tajovuz qilib qolsa, qarshi turish uchun jang tayyorligini puxta ishlaydi. U g'oyilik bo'lg'ashqa, kelgusida ulug' ishlarni vujudga chiqarishni o'ylaydi. Xo'jajahon 1757-yili Qing sulolasi bilan Kucharda rasmiy tutishdi. 1758-yildan 1760-yilgacha ikki taraf o'rtasida qonliq janglar bo'ldi. Oxirida o'z jamiyatidan chiqqan Husayn xo'ja, Turdi xo'ja, Qumulliq Yusuf xo'ja, Turponliq Imin xo'ja, Kucharliq Mirza Hodi, Uchturponliq Xo'jasi xo'ja va qirg'izlarning kayni-kaynidan osiylik qilishi bilan Xo'jajahon yengilib Badaxshonga qochdi. Badaxshon hokimi Muzaffar Sulton Shoh Qing sulolasining tahdidi va nurg'un so'g'i salomlarga oldinib bu Xo'jajahonni o'ltirdi. Mamura Aziza xonim eri Xo'jajahon hokimiyatni qo'lga olgan kundan boshlab Nur A'lo Nur xonim deb otilishga boshlaydi. U eriga yordamlashib janglarda birga bo'ladi. Hatto nurg'un urush taktikalarini bekitishga aktiv qatnashadi. Badaxshonga chekinib berib, eri o'ltirilgandan keyin 400-500 odamni boshlab Pamir orqali Qashqarga hujum qo'zg'aydi. Uning Qashqarga kirganligidan xabar topgan minglagan kishi sapga ketildi. Tuman daryosi bo'yida bo'lgan qonliq urushda Mamura Aziza xonim asirga tushdi. Uning boturligi va go'zalligi har tarafga taralg'ashqa Chenlong uni tirik asirga elish buyrug'ini tushirgan edi. Mamura Aziza xonim 1762-yili
Beyjingga keltirildi. Chenlongxan uning anlig'inidanmi ortiq go'zalligini ko'rgandan keyin uningga ko'ngli tushib qoldi. Uni izzatlab yaxshi saroyga o'rinlashtirdi. Kunda nurg'un so'g'i salomlarni avatidi. Ammo Ma'mura Aziza xonim bularga nazar ko'zini solmaydi. Ham xonni o'ziga yaqin yo'latmaydi. U o'zining musulmon ekanligini, o'z dinida bo'lmagan har qanday odamga yotliq bo'lmaydiganligini, agar zo'rlikqa uchirsa o'lib oladiganligini aytib xonni rad qiladi. Beyjingda Qashqarcha uslubda bozor quriladi. Uningga atab nurg'un ishlar qilinadi. Ammo uning qalbi erib qolmaydi. Chenlongxan vazirlarning maslahati bilan Uyg'ur yurtidagi to'mir g'olliq, kumush yupurmoqliq, oltin mevilik daraxtni elib kelish buyrug'i tushirib, mashhur jigidi yig'iliqiga sabab bo'ladi. Chenlongxanning savdoyiligi xon onasi Shaoshingshanni andishiga soladi. Xon onasi Chenlongxanning ko'nglining kayniga kirib, saltanatini vayron qilish ehtimoli borligini his qiladi. Bu hol xon onasini qattiq beorom qiladi. Chunki uning eri Yungjing xonmi Jejanglik Xitoy qizining kasofatidan o'lgan edi. Xon onasi mana mushu fojianing yana takrorlanishidan bek ansiraydi. Xon onasi Ma'mura Aziza xonim bilan ko'rishdi. Ma'mura Aziza xonim hukmronlarga va oqso'ngaklarga xos keskinlik bilan o'zini bu qulluqdan Chenlongxonni ko'ngil savdosidan qutuldirishning birdan-bir yo'li o'zining o'ltirilishi ekanligini aniq aytdi. Xon onasi Ma'mura Aziza xonimning qaysarligiga opirin o'qiydi va uningga bo'lgan hurmati oshidi. 1765-yili Chenlongxan yilda bir qitim Chingdeda o'tkaziladigan ajdodlarga tavob qilish murosimiga ketgandan keyin Ma'mura Aziza xonim Zangar shoyi poti bilan bo'g'ib o'ltirildi. Qing sulolasi og'dirilg'ichi bo'lgan orliqda Ishparxon, ya'ni Shangfi degan bir malikining o'tganligi haqida biror ma'lumot ko'rilmagan. Faqat 1912-yili Gugung sarayida italiyalik rassom Gastiglion tarafidan sizilgan Shangfi ismli bir malikining Saud quyoq kiygan mag'rur holdagi rasmi ko'rgazma qilingan. Mana mushu chaqdala Shangfi degan nom jamoatga oshkorlangan va butun Xitoyni zilzilaga selib Bu davrda Xitoy millatchilari Qing sulolasini og'dirgan bo'lg'ashqa, Shangfining Manju xoni Chenlongga qarshi turishlari Xitoy millatchilarining va Junxo Mingo hokimiyatining toza kutgan yeridan chiqqan. U bir ifat simvoli bo'lib qolmay, yana Manjularga qarshi turgan milliy qahramon hisoblangan. Shuning bilan jamiyatda necha 10 yilga so'zilgan Shangfi qizg'inligi ko'tarilgan va bu qizg'inlik toki 1940-yillarning oxirigacha davomlashgan. Lekin rasmdagi malika Xitoy emas edi. Shangfining Xitoy emasligi oshkorlangandan keyinmi Shangfi qizg'inligi Xitoylar orasida yanada to'xtab qolmagan. Undaqda Xitoycha Shangfi degan nom Uyg'urchada nima uchun Ishparxon deb atilib qolgan? Ishparxon degan yasalma ismni eng dastlab Xitoyning tilini emas, balki ko'nglidikini bek yaxshi biladigan Borxon shahidi o'tirg'i qo'ygan. Uning bu taklifi 1951-yili Beyjingga yig'inga kelgan Ibrohim Muti, To'xta Arish qatorliq tilshunos va tarjimonlarning qo'llashiga erishgan. Shuning bilan ismimi xuddi o'zidek to'qib chiqarilgan Ishparxon qissasi maydonga kelgan va bugungacha Xitoyning yovuz niyati uchun xizmat qilib kelmoqda.